mana bu yerda hozir bola otam bizni tashlab ketdi deyapti. To'g'ri. Ko'p holatlarda shunaqa bo'lishi mumkin, lekin tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Ya'ni erkak kishi bir ayol bilan juda ko'p narsasiga sabr qilib, juda ko'p narsasiga ko'z yumib Alloh uchun yashab qo'yishi mumkin-da. Alloh uchun tabiiy birinchi o'rinda bo'ladi, Alloh uchun va farzandlar uchun deb ko'p narsaga sabr qilib qo'yishi mumkin. Va erkak kishilarga Alloh taolo Niso surasini 3-oyatida o'zingizlarga yoqqan ayollardan 2taga, 3taga, 4taga uylaninglar, nikohlaringlar deydi va agar adolat qila olsanglar, bo'lmasam boringlar bilan kifoyalaninglar deydi. Endi qarang. Hozir erkak kishi 4taga uylanishlikka ruxsat bo'lib turib, 2taga uylansa, nima bo'lib ketyapti? Hamman oldida bamisoli bir katta gunoh ish qilgandek bo'lib ketyapti. Lekin ayol kishi uni eri 4tasiga uylansga ruxsat bo'lib turib, 2tasiga uylansa, nima deyapti? Xotin nima deb qo'yadi? Xotinvoz shunaqa deyilyapti. Bu yerda aslida kimi nafsi ustun turibdi. Ana ayol kishi Alloh ruxsat bergan narsaga qarshi chiqib, nafsini quli bo'lib, bitta farzandi bo'lsa bitta, ikkita bo'lsa ikkita, uchta bo'lsa uchta farzandini yetim qilyapti. Ya'ni o'zini nafsini birinchi o'ringa qo'yyapti. Yo'q, mana shu 4 bitta men yeyishim kerak. Yo'q, bu 4 katta ekan. Bu 4ni mana 4ga bo'lsa 4tamiz to'yamiz ekan desa, yo'q, bitta men o'zim yeyishim kerak. Mayli, bitta kusogini ye, qolganini yemasam achib ketsin, lekin hech kim yemaydi deb shunaqa baxillik qilyapti-da. Bu qiyomatda ham, bu dunyoda ham javobi bo'ladi bu narsani. Va agarda farzandlarini yaxshi ko'rsa shu ayol, farzandlarini baxtli bo'lishini xohlasa, nima qiladi? Eri 2taga uylanadimi yo bo'lmasam u ayoldan tashqari yana bittasiga uylanadimi? Alloh uchun shu farzandlar uchun yashab qo'yilaveradi. Qonun to'g'izayotgandan keyin, yolg'iz tashab qo'ymayotgandan keyin, uyiga bir haftada bir marta, 2 marta bo'lsa ham kelib tursa, bo'pti, mayli 3 marta, 4 marta kelib tursa, shunga ham norozi-da. Bir xilga erlar ikkinchisiga uylanib, yashirib bir tun ham u yerda qolmaydi, bir tun ham. Kunduzlari borishi mumkin, lekin tuni qolmaydi. Shunda ham norozi-da. Bir haftada 7 marta oldida yotadi. Agarda u birinchi ayoli uzr